Ana endi sen bilan xotirjam gaplashib olamiz. Sevar o'rtoqlarning oldiga tashladim. Sen bilan gaplashadigan gaplarimiz bor, xotirjam gaplashib olamiz. Shartmi? Shart. Yur. Nima qilib turibsan? O'tir. Nima deysiz? Homiladormishsan, ha? To'g'ri eshitibsiz. Homiladorman. Men ham sizga shuni qanaqa qilib aytishni o'ylab yurgandim. Sevarani oldida ayta olmayman. Nomeringizni ham bilmayman. Xullas men homiladorman. Bu homila sizdan. Nima deyapsan? Ha? Kallang ishlaydimi seni? Sen mengacha kimlar bilan yotgansan? Kimdandir homilani orttirib olib. Meni bo'ynimga ilmoqchimisan? Siz bilan urush niyatim yo'q. O'tirib oling iltimos. Men sizga o'sha kuniyoq aytgandim. Sizdan avval hech qaysi erkak bilan to'shakkacha bormaganman. Ishonmasangiz, men homilani kimdanligini aniqlashtirish uchun qo'rqmasdan DNKga borishim mumkin. Nima, yolg'oningga ishontirmoqchimisan? Xudo haqqi rost gapiryapman. Siz meni ko'z ochib ko'rganimsiz. Ishoning, bu bola sizniki. Yaxshi, DNK qildiramiz. Lekin aytib qo'ying, agar DNKni javobida bola meniki bo'lib chiqmasa, mendan yaxshilik kutma, tushundingmi? Yo'qolasan. Men qara, DNK chiqquncha ham yo'qol bu yerdan. Men Sevar bilan yaxshi yashayapman. Sen esa xalaqit qilyapsan. Men bu uydan ketmayman. Mabodo zo'rlik qilib meni bu uydan ketkazishga urinsangiz, kutib o'tirmasdan Sevaraga, yana onangizga hamma haqiqatni aytaman. Nima sabab? Ha? Sizga erishish, Alisher aka.